Hammaga xayrli kech. Hamma yaxshimi azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, hamma sog'mi, omonmi? Mendan so'rasangiz, to'g'ri men har kuni video qo'ymayman. Men ish bilan chalg'ib ketib, yashash uchun kurashib, hech kimdan yordam so'ramasdan harakat qilyapman. Lekin bu juda ham qiyin bo'lyapti menga. Hech bo'lmasa maslahat berib turardingiz. Bunday qilma, bunday qil deb. Insonni vatani bo'lmasa judayam qiyin ekan boru. Meni ishlagan oyligim bilan kvartira puli balandroqda. Lekin yaxshi sharoitlari zo'r, yaxshi. Lekin bilmadim, bu uy egalari bizdan yaxshiroq pul beradigan inson topgan shekilli chiqasan deb qoldi-da. Shunaqa insonlarga bitta savolim bor-da. Qarang, bir parcha yerga ketamiz. Ozgina savob ham kerak emasmikan? Insonga ozgina savob kerak emasmikan? Ich-ichimizdan duo qilardik. Yaxshi sharoitda yashayapmiz. Alloh berdi deb judayam xursand bo'luvdim-da. Bu videolarni qo'ymang. Mayli, Alloh beryapti. Ishlayapman, tani jonim sog' deb harakat qilgan paytingizda chiqib qolsa-da, o'zingizni vataningizda, O'zbekistonda sizdan yaxshiroq insonlar chiqib qolsa, bo'ldi chiq deb qolsa, insonga judayam alam qilar ekanda. Inson qachon to'yadi? Ko'zi turpoqqa to'lganda to'yadimi? Hazm qilolmayapman-da. Sizdan ham yaxshiroq pul beradigan insonlar chiqib qolsa, bo'ldi, narsalaringizni ko'taring deb qolsa, bu narsaga hech chidash qiyin-da. Mayli. Allohim hammamizni ko'rib bilib turibdi-yu. Allohim bor-ku, to'g'rimi? Bir kun hamma o'zi javob beradi-yu. Mayli. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Musofirda yurganlarim, kvartirada turganlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. Insonga boylik bersa, osmondan tushmay qoladi yerga. Mayli, bizga ham berib qolar bir kun. Inshaalloh berib qolar. Faqat shuni kutyapmiz.